odamlarda uxlayotganda shunaqa bir holat bo'ladiki, xuddi bir chuqurlikka tushib, sho'ng'ib ketayotgandek bo'lib, bir seskanib uyg'onishadi. Hmm. Ba'zan o'zimizda ham bo'lib qoladi. Bu nima sababdan bo'ladi? Qanday buni yo'qotsa yoki kasallik bo'lsa davolasa bo'ladi? Surunkali charchashda shunaqa bo'ladi. O'ta qattiq nagruska berib yuboramiz o'zimizga. Yerdan ko'ra sal tezroq aylanishga harakat qilyapmiz hozir. O'shuncha 24 soat sal yetmay qolyapti. 1 sutkada 24 soat yetmayotgan odamlarda hayotida hammasi shunaqa, oddiyroq tushuntirsa. Ya'ni vaqtida dam olmaymiz, vaqtida ovqatlanmaymiz, vaqtida sanatoriy kurort qilmaymiz. Hattoki sutkada vaqtida yetarli darajada 6-8 soat davomida uyquni ta'minlamaymiz. Albatta kechqurun uyqumiz shunaqa. Yoki undan tashqari stressga boy hayot yashayapmiz. O'ta qattiq nevrotik holatlarda ham mana shunday holatlar kuzatiladi. Tepadan tushib ketayotgandek. Bu degani uyquda ham ruhiy emotsional qo'zg'alishni qilyapti. Miya dam olmasdan qilyapti. Endi buni meditsina tili bilan tushuntirsa boshqacharoq bo'ladi. Xalq tilida shunaqa oddiy qilib vaqtida dam olish kerak. Joniqmaslik kerak.